Do'stlar, bugun men sodliq qilg'ach, sizlar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bir DVD plastinkasi olg'ach kelgan edim. Birlikda ko'raylik. Bu nima degan yaxshi xushxabar? Sizga ko'p rahmat apandim. Ha, hamsi nimaga saqlab turamiz? Mana hozir mushukjon. Plastinkani boshladim hamsi. Assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlarga mu'min bo'lish haqida, ya'ni islom diniga ishonishning shartlari haqida so'zlab beraman. Musulmon bo'lishimiz uchun qabul qilishimiz shart bo'lgan narsalarni iymonning shartlari deymiz. Iymon aytishning 6 sharti bor. Bu ustozni tuniganda qilaman-ku. Men karton filmini ko'rgandim. Ha, biz birga ko'rgandik-ku. Shunday hayajonlanyapman. Menmi? Qadrlik bolalarım, hammanglarga ma'lum bo'lganidek, islom dini tavhid dini. Tavhid Allah Taoloning borligi va birligiga iymon keltirish deganlik. Tavhid islom dinining asosi va iymonning birinchi sharti. Buni biz kalima shahodat deymiz. Kalima shahodat degan nima? Kalima shahodat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyish. Bu men Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allah Taoloning bandisi va elchisi ekanligiga guvohlik beraman deganlik. Har bir inson ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb musulmon bo'ladi. Ustoz, uning ma'nosi nima? Mushuk, ustozimiz boyli so'zlab berdi-ku. Men tushunmadim. Tushungan bo'lsa-da hayron qolatdim. Ajab, sen tushungandek gapilsan-ku. Albatta tushundim. Shundaqmi? Deb baqaqani. Hey do'stlar, munozirlashmanglar. Ustozimizning so'ziga quloq solaylik. Bolarim, kalima shahodatning ma'nosi Alloh bir. Onundan başqa hech bir iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allah Taoloning bandisi va elchisi deganlik bo'ladi. Bu so'zni degan har qanday odam musulmon bo'ladi. Allah Taoloning borligi va birligiga ishonmay turib musulmon bo'lg'ili bo'lmaydi. Bolarim, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q deganlik, koinotning birdan-bir yaratquchisining Allah Taolo ekanligi va Allohga ibodat qilish lozimligini ko'rsatadi. Allah Taala bu olamni o'zi yolg'iz yaratdi. O'zi yolg'iz boshqaradi. Butkul jonliqlarning rizqini berdi. Allohning ruxsatisiz koinotda hech bir ish bo'lmaydi. Qushlar uning yordami bilan uchadi. Bulutlar uning amri bilan yomg'ir yog'dirdi. Arilar uning amri bilan insonlar uchun hasal ishlab chiqardi. Hasal deydi ya. Bir kunak hasal bo'lsa, bir yesam. Efendim, Allah Taala hamma ishni o'zi yolg'iz qilamdi. Birasi uning yordam qilmamdi. Urug' tuqqanlari yo'qmi? U bir ish qilsa, hech bir kishidan ruxsat yordam so'ramaydi. Uning hech bir yordamchiga hojati tushmaydi. U har ishni o'zi qiladi, o'zi yaratadi. Buyuk koinotni o'z oldiga yolg'iz boshqaradi, yolg'iz tashkillaydi. Uning ota-onasi, bolalari, urug' tuqqanlari jufti yo'q. U yolg'iz va yakka yagona. Men bir hujjatlik filmda İsa alayhissalom Allohning o'g'li deb ko'rgandim. Bu rostmi efendim? Bu bir xato aqida. Ustozimiz aytgandan beri bizga nimani so'zlayotdi? Sen nima deydigansan? Suyimlik ari, do'stingni ranjitmaymi? Uningga qarshi fikrlarini o'tirg'a qo'ysang bo'ladi. Ammo iyiqmi o'zi anglaganini dedi. Chunki kunimizda xristianlar İsa alayhissalomni Alloh taoloning o'g'li deb qaraydi. Qandaqsiga hamdi? Bu tema bek uzun. Buni boshqa vaqtda tafsiliy so'zlashaylik. Ammo bolarim, sizlarga shuni deb qo'yay. İsa alayhissalom bizga o'xshashli bir inson. Uni Allohning o'g'li deyish noyatda cho'ng bir yolg'onchilik. Tutami yo'q bo'kton. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xiyolingga nima kelgan bo'lsa, shuni so'ra, kampichi qarindishim. Efendim, o'tganda madrasalik suhbatingizda Alloh taoloning sifatlari haqida so'z qilgandingiz. O sifatlarni tafsilroq tushuntirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Alloh bor
va bir. Allah har narsaning o'tmishi va kelgusini biladi. Ko'kda ushgan, dengizda uzgan, hatto bir hujayraning ichida bo'lgan hamma narsani biladi. Bizning biladiganlarimiz, ichimizda o'ylaganlarimizni bilib, ko'rib turadi. Ammo u anglash uchun quloqqa, ko'rish uchun ko'zga muhtoj emas. U biz ko'ra oladigan va ko'ra olmaydigan barliq narsalarni yaratdi. Ko'rish uchun ko'z, anglash uchun quloq va ovozlarni Alloh yaratdi. Acaba Allah nimaga o'xshaydiganda? Buni bilgim keldi. Bundaqmı savol so'rlamdi? İnsanlarning aqliga ahamiyatlik, ahamiyatsiz savollar keladi. Muhimi bu savollarga qanday javob berish. Endi savollarning javobiga kelsak, Allah o'zi yaratgan va biz biladigan, bilmaydigan mavjudotlarning hech biriga o'xshamaydi. Yulduz, ruh, farishta, jin, quyosh degandek aqlimizga kelgan hech bir narsaga o'xshamaydi. Agar biz Allohning deganidek bir banda bo'lib, majburiyatlarimizni ado qilsak, biz uni jannatda ko'ramiz inshaalloh. Allah Allah. Balalar, endi mening savolimning javobini anglandik. Bo'ladi. Undaqda ustozning so'ziga quloq solayli do'stlar. Asmaul Husnada Alloh taolaning go'zal ismlarining ifodasini, ya'ni namoyandasini ko'ralaymiz. Bu ism sifat namoyandalari ko'zimiz ko'radigan va ko'rolmaydigan har qanday narsada mavjud. Alloh taolo hamma ishni o'zi yolg'iz qilamdi. Jonliq, jonsiz yaratilgan barliq mavjudotlarda Alloh taolaning ism sifatlaridan bir namoyanda bor. Masalan, bir onaning o'z bolasiga bo'lgan mehr muhabbati Alloh taolaning bandalariga bo'lgan marhamatining bir ifodasi. Uningdan boshqa bir insonning ochiqlanishi uning jalol sifatining bir tajallisi. Asmaul Husnadagi go'zal ismlar Alloh qili mansub. Allah eng adil, eng marhamatlik, eng kuchli va hammani bilguchi. U bandalariga qat'iy zulm qilmaydi. Efendim, ondaqda ulug' Allohning yaratgan mahluqotiga bo'lgan mehr muhabbatini qanday bilalaymiz? Tova! Temaga munosabatsiz bir savol bo'ldi-ku bu. Ochiqlama do'stim Timsoq, men Alloh taoloni yaxshi ko'raman, lekin kallamda chigish bo'lgan bir masalani oydinlashtirib olmoqchi xolos. Ha, nima degan bilan so'rding-ku yana. Rabbimizning mehr muhabbatini ko'zimiz bilan ko'rgili bo'ladigan va bo'lmaydigan har qanday narsada ko'ra olamiz. His qila olamiz. Har atligini koinotni yoritib isitgan quyosh, oydan osmon, yig'iyotgan qor, yomg'ir, biz har kuni ichadigan suv, yeydigan taomlarning hammasi Rabbimizning bizga bo'lgan mehri shafqati emasmi? O'ylab beqinglar bolalar. Ko'zimiz bo'lmasa, bu go'zalliklarni qandoqmi ko'ra olamiz? Aqli iqtidorimiz bo'lmasa, qandoqmi tafakkur qila olamiz? Bundaq misollar son-sanoqsiz. Bundan boshqa qanday bilalaymiz? Menchi bular meni ochiqdan o'ltirmoqchi. Meningcha bu do'stlar mendan texmi konkret dalil talab qilyapti. Ahvol shundoq bo'lgan ekan, bizmi ochiqlanmay javob berishga tirishaylik. Bizning vazifamiz sabrchanlik bilan tushuntirish. Suyumlik bolalar, Alloh taolaning insonlarga insoniyat ruhining yetakchisi bo'lgan payg'ambarlarni avatishi Rabbimizning bandalariga ko'rsatgan dalil isbotlardan biri. Shuningdek, Alloh taolaning payg'ambarlarining vositasi orqali bergan amr farmonlarimi bizni bu dunyoda baxtsizlikdan, oxiratda do'zax azobidan qutuldiradigan cheksiz shafqati. Undaqda bular Allohning bandalariga bo'lgan marhamati emasmi? Albatta shundoq. Rabbimiz yashash uchun yemak ichmakka, uyga, qisqasi bizning ehtiyojimiz bo'lgan har qanday narsaga muhtoj emas. Mana bular Rabbimizning ilohiy sifatlarining bir ifodasi bolalar. Efendim, Allah sizden razı olsun. Amin. Allah hammamizdan razı bo'lsin. Ey ustaz, mushundaq tengdassiz kuch qudratga ega bo'lgan Alloh taoloni biz nima uchun ko'ra olmaymiz? Amaliyotda bor bo'lsa-mu, ammo bizning ko'zimiz ko'ra olmaydigan nurg'un narsalar bor. Masalan, yulduzlar turkumi, hujayralar, aql, ruh, azob uqubat va sevgi muhabbat qatorliqlar. Biz his qilamiz, ammo ko'ra olmaymiz. Lekin bularni ko'rmadik debla mavjud emas deya olmaymiz. Chunki bizning ko'zimiz faqatla muayyan narsalarni belgilik musofada, belgilik yo'riqliqda ko'ra oladi.
Shu sababdan ko'zimiz bilan mavjud bo'lgan hamma narsani ko'ra olmaymiz. Buni bir misol bilan tushuntirib qo'yamsiz? Albatta bo'ladi. İslam dünyasının meşhur alimlerinden ve aynı zamanda Hanefi mezhebinin imamı bolgan İmam-ı Azam'dan bir misal berek. Bir günü İmam-ı Azam'dan bir dinsiz Allah'ın nemi için körelmeydiğanlıqını sorgan işken İmam-ı Azam onunla mundaq cevap beripti. Bir istakan sütning ichiga bir qo'shiq shakar silib bizga berilsa, biz shakarning shaklini ko'rolmaymiz. Ammo ta'midan sütning ichida shakarning borligini bilalaymiz. Bu misoldan İmam-ı Azamning haqiqatan ulug' olim ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundoq, İmam-ı Azam ummatga buyuk asarlar qoldirib ketdi. Alloh o'z zotdan rozi bo'lsin. Amin. Amin. Bolalarım, İmam-ı Azamning misolidan bilginimizdek, Janobi Allohning shaklini ko'rolmaymiz. Ammo atrofimizga qaraganimizda jonliq, jonsiz mavjudotlardan uning qudratini ko'ra olamiz. Qandaq qudratini efendim? Oddiy bir parcha rasmning ustida uni sizgan rassomning imzosi bo'lganidek, bepoyon tabiatdimi uni yaratgan Rabbimizning cheksiz qudrati bilinib turadi. Men uni da'vatim. Bu albatta ko'ralganlar uchun shundaqmi? Shundoq, ko'raliganlar uchun. Ammo bolalarım, shuni esimizdan chiqarmaylik-ki, Rabbimizning amr farmonlarini o'rinlaganlar ilohiy qudratni har tarafda ko'ra oladi. Kechiringlar do'stlar. Men yana o'zimni tutolmadim. Deyishgan hamma gaplarni angladim, ammo kallamdan bek o'tmadi. Voy, xudo aqli bordek, nodon iyiq. Zodi qayer kallangda o'tmadi? Biz yashayotgan bu koinot kepinakning qoniti, harining hasili qatorliqlar. Bularning hammasi ajoyib go'zal. Biringlar, o nodon iyiqning og'zini assanglarchu. Yana mening aslimdan eg'iz ichiyotidi. To'g'ri deysan do'stim. Yaxshisi men og'zimni yumay. Qadrlik bolalarım, Rabbimiz o'zini ba'zi sifatlari bilan tanitdi. Peygamberler arkalık emir fermanlarını bildirdi. Hud suresining 23-oyatida xushxabar berib mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Şübhəsiz ki, iman etqanlar ve yaxşı əməllərini qılğanlar Rabbinin huzurida acizlik bildirgenler. Ana şular əhli cennettir. Ular cennette məngü qalıdı. Balalarım, eğer biz Rabbimizden buyruğundek bir mümin bende bulalısaq, Allah xalısa cennette onu körələyimiz. Rabbimiz həmməylənge iman ata qılıb, bizni sadık bendilərdən qılsın. Amin. İnşallah. Amin. Voy, tugidi-ku bu. Nemi degen pasoatlik, ha? Hakikaten pek ta'sirlik. Berilib ko'rgan to'q, ha? Oy, nima bo'ldi? Tugidimi?